Mo'g'ullar bizdan ancha ko'p, bu haqiqat. Lekin bizga ko'p odamning keragi yo'q. Samarqandda qolgan mo'g'ullar uchun shaharning hech qanday ahamiyati yo'q. Ular u uchun jonini fido qilmaydi. Nega chekinishlarga bunchalik ishonyapsan? Ular faqat ikki sababga ko'ra jang qiladi. Xondan qo'rqishgani va harbiy o'ljalar uchun. Bu yana nima bo'ldi? Biz shahar o'rab olingandek taassurot uyg'otamiz. Mash'alalar. Ular yaqinlashib qolishdi. Bunchalik ulkan qo'shin bilan shahrimizga kim bostirib kelyapti? Ikki juk ahmoq emas. U o'z odamlarini xatarga qo'ymaydi, ayniqsa o'zidan ancha ustun bo'lgan raqibga qarshi. Rejangiz qanday? Men Ilyosga xizmat qilaman. Bu jang uning askarlarini qurbon qilishga arzimaydi. Ilyos ketgach, shaharni kim boshqaryapti? Ortimdan. Juda soz. Reja ish berishi uchun bizga qo'rqoq kerak. Oq bayroq ko'taring. Taslim bo'lamiz. Istalgan oqsuyak Samarqandning qonuniy hukmdori Husayn oldida tiz cho'kadi.